بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. Ramazon oyi ro'zasini tutmoqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasuli akram Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. Allohga hamd sanolar bo'lsinki, Ramazon oyining ulug' kechalaridan birida sizlarning Andalus nomli jome masjidlaringizda taroveh namozi davomida ma'rifiy suhbat o'tkazishimizga muyassar qildi. Doimo ta'kidlanganimizdek, bu suhbatlar albatta siz bilan biz mo'min musulmonlar uchun juda zarur. Dinimiz, diyonatimiz, shariatimiz, o'zimizni, elimizni, yurtimizni foydasini demak tushunib yetish, shunga muvofiq amal qilish uchun nihoyatda zarurdir. O'tgan suhbatlarimizda bizi jamiyatimizda boshqa jamiyatlarga o'xshab sog'lik, salomatlik to'g'risidagi qilinayotgan ishlarda ba'zi bir folbinmidi, baxshimidi, kinnachimidi, ilgirmidi, yana shunga o'xshagan odamlarni aldab pulini olib sog'ligiga zarar yetkazadiganlardan chetlanib, shariatimiz ko'rsatmasi bo'yicha tibga murojaat qilishimiz, mutaxassis tabiblarda davolanishimiz zaruratini aytib o'tdik. Undan so'ng bizi dinimiz tabobatni dunyoda birinchi bo'lib qay tarzda go'zal ma'noda mo'min musulmonlar dinimiz ta'limoti asosida yo'lga qo'yganlarini zikr qilib o'tdik. O'tgan suhbatimizda dunyoda birinchi bo'lib musulmonlar shifoxonalar qurgani, shifoxonada bemorlarni davolashni yuksak saviyada yo'lga qo'yganliklari, o'sha shifoxonalarda ta'lim, ya'niki tibbiy ta'limlar olib borilgani, bundan boshqa xalqlar ham manfaat olgani va o'zlari qoyil qolib kitoblariga yozgani to'g'risida gapirib o'tgan edik. Bugun endi o'sha dunyoda mo'min musulmonlar birinchi bo'lib qurgan shifoxonalarda bemorlarni davolash odoblari qandoq bo'lganligi to'g'risidan so'z boshlaymiz. Mo'min musulmon tabiblar dinimiz ta'limoti asoslarida tib kasbini egallab, ishlab, odamlarni davolash jarayonida ham shu dinimiz ta'limotlarini o'zlarini hayotlariga tatbiq qilib ish qilganlar. Mana shu ishni xuddi namoz, ro'za kabi o'zlariga majburiyat deb bilganlar. Shu ishni iymon e'tiqod bilan qilsa savob olishini tushunib yetganlar. Bu ishda nuqsonga yo'l qo'ysalar, bu ishni demak orqaga sursalar, xuddi namozda nuqsonga yo'l qo'ygan yoki orqaga surgan kabi gunohkor bo'lishini ham bilganlar. Ana o'sha tabiblarga yana ulamolarimiz nasihatlar qilib, tabiblik odobi va boshqa gaplarni ham kitoblar qilib yozib o'rgatib berganlar. Bizi dinimiz ta'limoti bo'yicha tabiblar shunday keladi kitoblarda, o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi sevgan kishini davolash paytida qanchalik ahamiyatli bo'lsa, qanchalik puxta ish qilsa, qanchalik ixlos bilan ish qilsa, o'zini dushmanini davolayotganda ham shunchalik ahamiyatli bo'lish kerak. Shunchalik puxta ish qilish kerak. Shunchalik ixlos bilan ish qilish kerak. Bu tabib bu. Ana Allohning dini unga shuni buyuradi. O'zi yaxshi ko'rgan odamni yaxshi davolab, o'ziga yoqmaganga bo'lmag'ur davoni berib, kasalini ziyoda qilish yoki uni kasalini tuzalishini orqaga surishga musulmon tabibning haqqi yo'q.
g'ayri dinni demayapti, dushmanini. G'ayri dindan ham bu battar dushman. Ana dushmanga ham mo'min musulmon tabib o'sha o'zini do'stiga, eng yaqin kishisiga qanchalik ahamiyatli qarasa shunchalik ahamiyatli, qanchalik ixlos bilan davolasa shunchalik ixlos bilan davolash kerak deyiladi. Va bunga ana mo'min musulmonlar tabiblarimiz amal qilishgan. Kim kasal bo'lib kelsa, unga jonini fido qilib qarashgan. Ulamolarimiz shu Qur'oni Karim ta'limotlari, shariatimiz, hadislar asosida ularga yo'riqnomalar ham ishlab berganlar. Bizi diniy adabiyotimizda adabut tabib degan o'ziga xos bir yo'nalish bor. Tabiblarning odobi, ya'ni tabiblik qilish odobi. Shulardan bittasi bundan 1200 yil, balki undan ko'proq yil, 300-hijriy sanalarda Ishoq ibn Rohavay al-Marvaziy deb atalmish buyuk olim, bizi vatandoshimiz. Ana o'sha kishining Adabut Tabib degan kitoblari. Ana shunda tabibning shaxsi qanday bo'ladi? Tabobat ishini, tibbiyot ishini qanday olib boradi? Bob qilib ko'rsatgan. Avvalo deydi, tabib o'zini shaxsini mukammal qilsin. Pokiza yursin, tahoratli yursin, namozini vaqtida o'qisin, shariat ilmlarini va tibbiyot ilmlarini tinmasdan o'qib, malakasini oshirib borsin deydi. Mehnatiga ixlos qilsin. Bemorlarga o'ziga ehtiyoji tushgan din qardoshi, insoniylik qardoshini vakili sifatida hurmat bilan qarasin. Bemorlarning odobi ham o'sha yerda bor. Bemor bo'lgandan o'zini odobi kerak. Bemorlik odobi uni ham keltiradi. Bemorni ko'rgani kelganlarning odobi qanaqa? O'zini ko'rgani kelganlar bilan bemor qanday odob asosida muomala qilish kerak? Hammasi yozib qo'yilgan. Ana o'shalarni tabiblar, mo'min musulmonlar o'rganib, tabibligini qilganda o'sha odoblarga amal qilgan. Bemor bo'lganda tabib bilan bo'ladigan muomalasida, o'zini ko'rgani kelganlar bilan bo'lgan muomalasida o'sha odobnomaga asosan odob qilgan. Boshqalar birovni bemor bo'lib qolganini eshitganida ko'rgani borishi kerakligini bilib, odob bilan ko'rgani borishgan, hammasi go'zal ravishda bo'ladi. Bemorlar nihoyatda katta ahamiyat bilan davolanishib, yaxshi bir demak baxtga, saodatga ega bo'lishgan. Xuddi mana shu holatni qadrini bilishimiz uchun, musulmonlarni bunga amal qilganligini, ahamiyatini bilishimiz uchun qarshi musulmon emas xalqlarni o'sha vaqtdagi holatidan ham namuna keltirishadi olimlar. Xuddi o'sha paytda, biz aytayotgan paytda, bundan 1000 yil oldin, 1100 yil oldin paytda bu dunyoning boshqa yerida unaqa gap yo'q edi. Usama ibn Munqiz degan bir pahlavon askarboshi odam bor. Shu odam Yevropadagi katta askarboshi bilan bir safarga chiqib, yo'lda suhbatlashib ketgan ekan. Haligi odamning oti Franklin von Berin degan katta askarboshi ekan. Yo'lda ketayotib o'zini boshidan o'tgan bir qissani aytib bergan ekan. Bizi askarboshimizlarimizdan bittasi jarohatlanib, juda qattiq kasal bo'lib qoldi. Hech imkoni qolmadi. Shunda o'zimizni rohiblardan, diniy rahbarlardan eng kattasini oldiga borib iltimos qildik. Eng aziz odam, juda mashhur odam, shu odam bemor bo'lib, hech ahvoli yaxshi bo'lmayapti. Siz borib bir ko'rib qo'ying deb yalindik, yorvordik. U bo'pti, borib ko'raman dedi. Biz hammamiz xursand bo'ldik. Shu katta ruhoniy odam borib bir nazar solib qo'ysa, bir dam solib qo'lini silab qo'ysa, shu sherigimiz xudo xolasa turib ketsa kerak degan umid bilan boryapmiz deydi. Borib kiribdi. Ali bemorni ko'ribdi. Unda qarab turib, yumshoq sham olib kelinglar dedi deydi. Yumshoq shamni olib qo'liga burab bir dumaloq qildi deydi. Ikkitasini olib borib haligini burniga suqib qo'ydi kasalni deydi. Kasal burnidan dam kirmagani uchun 2,5 qilib joni uzildi deydi. O'ldirib qo'ydingiz-ku buni desa, ha tezroq o'lsin deb qilib qo'ydim dedi. Ana gap.
shunaqa qilib yotmasin, tezroq o'lib qolaversin deb burniga sham tiqib qo'yibdi. Boshqa holatlarda ham shu. Buning misollari juda ko'p. O'zlari aytadi, boshqalar aytmaydi, to'qimaydi. O'zlari aytadi. Ularni e'tiqodi bo'yicha inson kasal bo'lsa, Allohni g'azabiga, taqdirni azobiga uchragan deydi. Bundan hazar qilishadi. Yaqiniga bormaslik kerak buni. Chunki Allohning g'azabiga qoldi bu. Taqdirning azobiga qoldi. Yaqin borsa kasofati uradi. Shuning uchun bemor ko'rgani borish, uni davolashga urinish, unga o'xshagan gaplar ularda begona, yot narsa. Ana shunday paytda musulmonlar haligi holatni yuzaga keltirishgan. Odob, axloq, insoniyat yuqori darajada bo'lganligidan. Xo'p, endi o'sha davolash ishlari davom etyapti. Tabib davolayapti. Bemor davolanyapti. Qadimdan, islomdan oldin ham tabib bir bemorni davolaganda xato qilib qo'ysa nima bo'ladi degan savol chiqqan. Bunga har kim har xil gap aytgan. Ba'zi bir toifalar aytganki, agar tabib xato qilib bemorga nima zarar yetsa, tabibning ham o'ziga ham shuni zararini qilish kerak. Tabib xato qilib bir odamning qo'lini cho'loq qilib qo'ysa, uni ham qo'lini kesish kerak. Tabib xato qilib birovni o'ldirib qo'ysa, o'zini tabibni o'ldirish kerak. Bunday jamiyatlarda birov tabibchilikka qiziqmay qolgan. Chunki xato qilib qo'ysa, yo qo'li kesiladi, yo oyog'i, yo o'zini o'ldiriladi. Hech kim unaqa kasbni qilmaydi. Boshqa bir jamiyatlarda tabib nima qilsa qilaversin, javobgarligi yo'q degan. U yerda ham bir taraflamalik, tabiblar hech mas'uliyatni sezmaydi. Nimani qilsa, xohlasa qilaveradi, odamlarni tajriba qiladi bugungi kunga o'xshab. G'arbda shunaqa qilib hozir nechtasi qo'lga tushdi. Odamlarni tajriba qildi. Musulmonchilikda Allohning shariati bo'yicha tabibni mas'uliyati va nima haq-huquqlari belgilandi. Tabib tabobatni qilib turib, ixlos bilan demak ishlasa, dangasalik qilmasa, beparvolik qilmasa, javobgarligi yo'q. Lekin beparvolik qilib kishiga, insonga zarar yetkazsa, to'la beradi. Endi mana shu nuqta qiyin, to'la berish nuqtasi. Qanday ish qilsa tabibni beparvo bo'ldi deydi, qanday ish qilmasa urindi-yu, ilojini qila olmadi deydi. Ana shuni ham bizim faqihlarimiz yechib bergan. Tabib urinib, harakat qilib, tibda ko'rsatilgan hamma narsani qilsa, unda u javobgar emas. Shuningdek, tabib hali tajribadan o'tmagan bir ishni, kasalni o'zi menga shuni qilgin deyapti. Yo, bu bizni tajribamizda yo'q desa, yo'q, menga qilaver, shu iltimos senga deyapti, qarindosh urug'lari kelyapti. O'zi majbur qilib tabibni o'sha ishni qildirishga qilib, keyin kasalga zarar yetsa, kasalni o'zidan endi. Tabibni o'zi majbur qildi. Shuning uchun bugungi kunda xuddi shu qoida bo'yicha ba'zi bir kasallardan, qarindoshlardan tilxat olinadi. Bu o'sha musulmonlardan qolgan ishni davomi bu. Men o'zim bir narsa bo'lsam, o'zim javobgarman deb tilxat yozib bersa, keyin o'sha ishni qilgan. Mana shunaqa narsalar hammasi musulmon olamida ilmiy asosda, hali dunyoning biror yerida bo'lmagan paytida yo'lga qo'yilgan. Keyin jamiyatlar ko'payib, odamlar ko'payganda bugungiga o'xshab tabiblikni da'vo qiladiganlar ko'payib ketdi. Men ham tabibman, unisi ham ko'ryapti. Shunda 311-hijriy sanada 930-yillarda melodiy hisob bo'yicha xalifa Muqtadir Billah tabiblarni imtihon qilib shahodat orqali ishlashini yo'lga qo'ydirdi. Dunyoda birinchi marta. Tabiblarni imtihon qilib shahodatnoma berib, o'sha shahodatnomasi bor ishlaydi, boshqasi tabiblik qila olmaydi. Qilsa, jinoiy javobgarlikka tortiladi. Birinchi Bag'dod shahrini o'sha imtihondan o'tkazishdi. Shunda aytadiki, mashhur hamma tan olgan tabiblardan, katta saroylarda ishlayotgan tabiblardan tashqari yana 860 kishi shahodat oldi. Bitta shaharda. Bag'dod shaharida. Demak, mashhur tabiblar nechta bo'lsa bor.
ma'lum joylarda ishlab ishidan hamma qoniqib turganlar yana nechta bo'lsa bor. Ulardan tashqari 860 kishi imtihon topshirib shahodatnoma oldi. Bitta shahardan, Bag'dod shaharidan. Ulamolar aytadiki, xuddi o'sha kunda Yevropada bitta ham tabib yo'q edi. Yo'q edi. Ana shunday qilib ishlar yo'lga qo'yildi. Chiroyli bo'ldi, xayrli bo'ldi, barakotli bo'ldi. Mana shu demak ishlarni qilish bilan birga mo'min musulmon ummat tibbni rivojlantirishda dunyoga eng katta hissa qo'shgan ummat hisoblanadi ilm borasida. Ya'ni turli kasalliklarni kashf qilish, ularni davosini izlab topish hammasida musulmon ummati peshqadam bo'lgan. Chunki musulmon bo'yicha tibb sohasini mutaxassislari Rasuli akram alayhisolatu vassalomning qaysi dard borki davosi bordir degan hadislarini mahkam ushlashadi. Dardni tushirgan Alloh davosini ham tushirgandir. Davo dardni topsa kasal tuzaladir degan hadis bor. Shuning uchun nomiki kasal bo'lsa tuzalishi kerak degan tushuncha bilan ish qilishgan. Shuning uchun dunyodagi barcha o'zlariga yetib kelgan kasalliklarni o'rganib, ilmiy tahlil qilib, tajribadan o'tkazib davosini topishgan. Buni endi aytib oxiriga yetkazib bo'lmaydi. Nihoyatda ko'p narsalar kashf qilingan. O'sha musulmon madaniyati rivojlanguncha dunyoni barcha taraflarida yakkam-dukkam 5 ta 6 ta kitob bor edi xolos. Musulmon tabiblar harligini olib o'qishgan. Joli Yunusning kitobi, falonchining kitobi, u tib kitobimi, falsafami ajratib bo'lmaydi. Odamning sog'lig'i, umri to'g'risida gap bordir, qoniqarli narsa yo'q. Shuning uchun o'zlari kitob yozishni boshlashgan. Kitobni to'lg'izib yuborgan musulmon olamini. Tibbiyot bo'yicha kitoblar. Juda ko'p narsalar yozilgan. Kasallarga shifo yozilgan, hamma narsa qilingan. Bitta mana bizni buyuk vatandoshimiz Ibn Sino rahmatullohi alayhidan oladigan bo'lsak, shu kishini kitoblari juda mashhur bo'lgan. Ko'p kitob, bitta kitob misol uchun Qonun fit-tibb degan kitobi Yevropada 700 yil darslik bo'lgan. 700 yil Yevropa tibb bo'yicha Ibn Sinoning kitobidan boshqa kitobni bilmagan. Qayta chop qilishavergan. O'sha Joli Yunus nimani Yunonni katta faylasufini ham bir kitobi bor ekan, bir marta chop bo'lgandan keyin to'xtagan. Ibn Sinoniki to'xtamasdan chop bo'lavergan. 700 yil Yevropaga Ibn Sino ustozlik qilgan. Bugungi kunda Yevropaliklar shuni biladiganlari, dunyoda Ibn Sinoning kitobicha ko'p o'qilgan kitob yo'qdir deyshadi. Mana shunaqa holatlar. Endi mana shunday katta, keng ko'lamda olib borilgan ilmiy kashfiyotlar, tibbiyot bo'yicha yozilgan kitoblar, qilingan amaliyotlar hammasi demak qolgan. Endi uni asta-sekin musulmonlar o'sha yuqoridagi dinni to'g'ri tushunish saviyasidan pastlashib, dindan uzoqlashib, tibbdan uzoqlashgandan keyin Yevropaliklar ularning qo'lyozmalarini o'qib o'rganib, rivojlanib, ancha ishlarni qilishdi. Hozir endi juda o'tishib ketdi. Lekin shu yerda ko'pchilik ahamiyat bermaydigan bir narsa bor. Shu musulmonlarning kitobini o'qib, o'rganib, shundan fikr olib, uni hayotga olib chiqib qilib, men musulmonlardan o'rgandim demasdan men qildim deyishgan. Bunga o'zi Yevropaliklar, jumladan kecha ham gapirganimiz mashhur sharqshunos Zigrid Hunke xonim hujjat dalil bilan keltiradi. Aytadiki, 1924-yilgacha butun dunyo insonning qon aylanish sistemasini ispaniyalik Cervantes degan odam va angliyalik Harvey degan odamlar kashf qilgan deb yurishar edi. Butun dunyo shuni tan olgan, hamma yerda shu yoziladi, shu chiziladi, shu aytiladi. 1924-yili Misrlik
Abdul Mun'im Tantaviy degan aspirant yigit bir qo'lyozmani o'rganib, doktorlik dissertatsiyasini Germaniyada yoqlaydigan bo'ldi. Ish boshlandi. U qo'lyozmani o'rganib, hammasini qilib kelib endi imtihon boshlanganda aytdiki, dunyoda insonning qon aylanish sistemasi bo'yicha Jaliyunus aytgan gap noto'g'ri ekanligi, to'g'risi qanday ekanligini musulmon olim Ibn Nafis degan kishi kashf qilgan degan xulosani chiqardi. Haligi ayol aytadi, hammamiz dahshatdan qatib qoldik deydi. Bu qanaqa gap? Biz 1616 yildan beri odamlarni aldab yurganmidik? Buni Servatis qilgan yoki Harfiy qilgan deb. 1616 yil shunga gapirib yurdik. Bu bola kelib Misrlik bir manqa bunaqa gapni gapiryapti. Ehtimol bu o'zicha bu narsalarni qilgandir. To'xtaylar deb haligi ilmiy ishni to'xtatib qo'yib deydi, hammamiz kutubxonaga yugurdik deydi. Kim bo'lsa mana shu ishdan xabardor kitob varaqlashga tushdik deydi. U yoqni qarasak ham shu bolaning gapi to'g'ri chiqyapti, bu yoqni qarasak ham deydi. Oxiri hammamiz yana yig'ilib, ha mana shu Abdul Mun'im Tantaviyning gapi to'g'ri, doktorlik dissertatsiyasi bunga unvoni berilsin dedik deydi. Ana bitta musulmon odam bitta qo'lyozmada kashf qilib ketgan narsani bular o'qib olib 300 yil, 400 yil, 500 yil keyin men qildim deyishgan. Xo'p, bizda hozir bo'g'in kasalli, bo'g'inlar shamollashini nima kasal deymiz? Bot kasal deymiz, bot kasal. Bot degani bir ajnabiy pot degan odam nomidan olingan. U mashini men kashf qildim degan. Aslida buni Zahraviy degan musulmon odam kashf qilgan. Harigi holat. Yana bir qancha shunaqa dalillar bor, uni gapirib, gap cho'zishning hojati yo'q. Dalil, hujjat haligi gap. Musulmonlarni qilgan ishidan boshqalar men qildim deb foydalanganligini ularni o'zlari isbot qilib, gapimiz yolg'on ekan, rosti bunaqa ekan deyishyapti. Xo'p, mana shu ishlar hammasi demak musulmonlarni o'sha tibbiyotga qanchalik ahamiyat berganliklarini bildiradi. Ibn Sino, boshqa ulug'larimiz osmondan tushib qolgani yo'q ular. Shu yerda tug'ilib, yerda o'sib, shu Buxoroda, u yerda shu tibb madrasalarida o'qib, ustozlardan dars olib, o'rganib bo'lgan. Bittagina O'rta Osiyo bo'yicha Ibn Sino o'zi tabib bo'lgan emas. Kimdandir o'rgangan, kimdandir o'qigan, kimdandir shogird tushgan, kitobini o'qigan, tahlil qilgan, keyin borib Ibn Sino bo'lib tanilgan. Bularni ham biz yaxshilab o'rganishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, jarrohlik ishlari boshqalarni demak bajarish uchun tabiblarni imtihondan o'tkazish yo'lga qo'yildi. Avvalgi aytganimizdek, imtihon olib shahodati bor tabiblik qiladi, qolgani to'xtaydigan bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning nomi bilan palonchi-pistonchi imtihondan o'tdi. Buni bilimi yaxshi ekanligi, tajribasi durust ekanligi, tabiblik qilishga layoqati borligini tan oldik. Bunga palon narsalarga ruxsat beramiz. Misol uchun aytayapti, men o'qigan nimada tomirlarni ochishga ruxsat beramiz deyapti. Bavosirni kesib olib tashlashga ruxsat beramiz deyapti. Jarohatlarni tikishga ruxsat beramiz. Palonchiga ruxsat beramiz, bolalarni poklashga deyapti. Bolalarni poklashga degani o'g'il bolalarni xatna qilishga. Ko'ryapsizlarmi? 1200 yil oldin xatna qilishga shahodatnoma kerak ekan. O'g'il bolalarni xatna qilishga imtihon topshirib, shahodat olib, katta tabiblardan ruxsat olgan odam kerak ekan. Biz bunga mana shu ishlarni qilishda Allohdan qo'rqishga, doimo malakasini oshirib borishga, ustozining maslahatidan foydalanishga nasihat qilamiz deb yozib qo'yibdi. Mana bugun biz ham bolalarni kim ko'ringanga, demak, xatna qildirmasdan shahodati borga xatna qildirishni yo'lga qo'yishimiz kerak hozir. Hozir uncha-muncha kamayib qoldi, boshqa vaqtida noto'g'ri kesib qo'yib, bolalar kasal bo'lib, har xil holatlar bo'lgan. Bu nozik narsaligini bobolarimiz asrlar osha avval bilib, mana hujjatlashtirgan ekan bularni. Ana o'sha hujjatni olganlar, demak, ishlashgan, hamma narsalarini yo'liga qo'yishgan, hammasi go'zal tarzda, demak, yo'lga chiqqan. Dorishunoslikni birinchi musulmonlar tashkil qilgan.
o'simliklardan, kimyoviy moddalardan dorini qilishni musulmonlar tashkil qilgan. Dori ichish qiynalganlarga suyultirib dorini shirin qilib berishni ham musulmonlar qilgan, uni sharob deb atishgan. Sharob, ichimlik. Yevropaliklarning tili kelmasdan sirop deyishib olgan. Hozir biz hammamiz o'sha sirop desa bularning gapi deb tushunamiz. Lekin aslida bizning gapimiz u. Ichimlik degani. Quruq dorini icha olmaydi odamlar, shuni suyultiradi, shakar qo'shib shirin qiladi, sharob bo'ladi. Sharobni ular tili kelmasdan sirop deyishib olgan. Hozir yana shunaqa bir gap aytsam, hammalarni sayron qilasizlar. Hozir men so'rasam, apteka degani nima degani desam, hamma dorixona deydi. Lekin o'zi apteka o'zi musulmoncha gap. Dorixonalarni dunyoda birinchi bo'lib musulmonlar tashkil qilgan. Dorixonada nima qilgan? Dorilarni kichkina xaltalarga solib qo'yganda kelganlarga nimaga o'rab bergan. O'sha xaltalarni takka deydi. Abu takka degani o'sha takkalari ko'p do'kon degani. Ana. Shuni ular ayta olmasdan apteka deyishib olgan. Nemislar hozir ham apoteka deydi, yozib qo'ygan. Hamma yerga apoteka deb yozishadi ular. Demak, Abu takkalar bu dorixonalar. Musulmoncha nom. O'sha dorixonalar Bag'dodda, boshqa shaharlarda, bir shaharda 370 ta, 380 ta dorixona bo'lganda, naryoqda hech narsa bo'lmagan. Dorixona nimaligini bilishmagan. O'sha Zingret Hunke aytadiki, Parij tib kulliyasini dunyoda eng kichkina kutubxonasi bor edi deydi. Bir dona kitob bor edi deydi. Lekin bu kitob juda qimmatli edi. Hattoki o'sha vaqtning podshosi mana uncha kumushni, mana uncha sof tillarni haq qilib berib, o'sha kitobdan bitta nusxa ko'chirtirib olgan edi, o'zimning oilamda foydalanaman deb. Uni avaylab aslashar edi. Hamma yo'g'ini o'rashib qo'ygan edi, undoq edi, bundoq edi deb kelib bu kitob qanaqa kitob desa, musulmon tabib Roziyning kitobi edi deydi. Ana kitoblarning qadri boshqalar. Biz bularni bilishimiz kerak. Biz musulmonmizligimiz faqat namoz o'qish, roza tutish, qiroati Qur'on, zikr bilan chegaralanib qolmasligini bilishimiz kerak. Masjidga kirib musulmon bo'lib, shifoxonaga borib o'zimizni kimligimizni unutib qo'ymasligimiz kerak. O'sha yerda o'sha odobimizni saqlashimiz kerak. Nafaqat tibbiyot bo'yicha, balki hayotning hamma sohasida sodiq odamlar bo'lishimiz kerak. Foydali odamlar bo'lishimiz kerak. O'sha yerda o'zimizni musulmon inson sifatida qanday tutishimiz kerakligini bilishimiz kerak. Bozorga kelsak, sotuvchi oluvchidan iborat bozor. Orada dallol ham bo'ladi. Demak, musulmon sotuvchi bo'lish kerak, musulmon xaridor bo'lish kerak, musulmon dallol bo'lish kerak. Namozni o'qib chiqib bozorga boraver, uchovi bir-birini aldamasligi kerak. Yolg'on gapirmasligi kerak. Tarozidan urib qolmasligi kerak. Yo'lga chiqsa yo'lovchimiz va haydovchimiz bor. Orada yana kim bor? Demak, yo'lovchining odobini bilish kerak. Haydovchining odobini bilish kerak. Musulmonchilik bo'yicha ish ko'rish kerak. Ikkovi bir-birini haqqini poymol qilmasligi kerak. Bir-birini haqqini urmasligi kerak. Yo'lovchi haq bermasdan qochib tushib ketmasligi kerak. Haydovchi undan ko'p olmasligi kerak. Hammasini odobi bor. Mana shu haqiqatlarni bilishimiz kerak. Bizda shu noto'g'ri tushunsa, masjidga kirib namoz o'qib chiqsang bo'ldi. Ramazon kelsa bir amallab ro'zani o'tkazib olsang, u yog'i 11 oy o'zing bilasan. Unaqa emas. Men mana shu tib sohasida ko'p gapirdim, chunki odamlar shuni tushunsin. Tib sohasi nima bo'lsa, boshqa sohalar ham shu. Savdo sohasi ham, tijorat sohasi ham, yo'l sohasi ham, dehqonchilik ham, korxonada kasb-kor qilish ham hammasi shunaqa. Inshaalloh yana suhbatlarimizni davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo dinimizni yaxshilab qunt bilan o'rganib, unga ixlos bilan amal qilib, hayotimizning barcha sohalarida yuksak darajalarga erishishimiz, go'zal musulmon namunasini namoyon qilishga muyassar bo'lishimizni o'zi nasib etsin. Buyuk Ramazon oyida olib borayotgan ushbu ma'rifiy suhbatlarimizni samarasini mo'l ko'l qilsin. Hammamiz bulardan foydalanib, oilamiz, ahli ayolimiz, qavmi qarindosh, yori do'stlarimizga ham aytib, go'zal bir odobli insonlar bo'lishimizda Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. O'zing ushbu tilovati Qur'on savobidan o'tgan barcha mo'min va mo'minotlarni bahramand aylagin. Xususan bizning vatanimizdan o'tgan mo'min va mo'mina bandalaringni, ushbu dahadan o'tganlarni, bu masjidni qurib o'tganlar, bu yerda ibodat qilib o'tganlarni, hozirda o'zingga qo'l ko'tarib duo qilib turganlardan o'tgan barcha azizlarini Parvardigora bahramand aylagin. Ularni g'ariqi rahmat, shoistai jannat qilgin. Qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin. O'zlarining iymonlari, ibodatlari, amali solihlarini hamroh aylab, ularni yo'qlab qilayotgan bizning duolarimizni haqlarida qabul qilgin va oxiratlarini obod bo'lishini nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz, biz ojiz bandalaring ulug' Ramazon kechalarining birida o'zingning uylaringdan bir uy bo'lmish ushbu muborak masjidda taroveh namozida xatmi Qur'on asnosida o'zingga qo'l uzatib duo qilmoqdamiz. Parvardigora, o'zing bu duolarimizni qabul aylagin. Kunduzlari umid bilan tutayotgan ro'zalarimizni qabul qilib, ajrini savobini ko'paytirib bergin va oxiratda bizlarga shafoatchi bo'lishini nasib etgin. Kechalari bedor bo'lib qilayotgan xatmi Qur'onlarimizni ham Parvardigora qabul aylagin. Qur'oni Karimni bu dunyoda bizga hidoyatchi, oxiratda shafoatchi bo'lishini nasib etgin. Xalqimizga Ramazon oyida Qur'onni, xatmi Qur'onni uyushtirgan imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavalli, masjid hay'ati a'zolari, bu ishga bosh-qosh bo'layotgan, ishtirok qilayotganlarni hammalarini dining uchun, diyonat uchun, el yurt uchun, xalq uchun qilayotgan xizmatlariga ajr savoblarini ko'paytirib bergin. Doimo bu masjidni obod bo'lishida, xayr barakada bosh-qosh bo'lishlarini nasib etgin. Oilalari bilan tinch omon sog' salomat qilgin. Alloh xalqimizga Qur'oningni tajvid bilan go'zal tarzda xatmda o'qib berayotgan qori domlamizni o'zing hifzi himoyangda asragin. Sog' salomat tinch omon qilgin. Zehnlarini yana ham o'tkir, hofizalarini ham yana baquvvat qilgin. Uzoq yillar elda, yurtda, xalqda, vatanda Qur'on nurini taratib boradigan mashhur qorilarimizdan bo'lib borishlarini nasib etgin. Bu kishini tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Qorilarimizga o'xshash qorilarimizni soni sifatini doimo ziyoda bo'lib borishini nasib etgin. Alloh bu masjidni obodonchiligiga hissa qo'shgan va qo'shayotgan mo'min va mo'minalarni hammalarini o'zingni baytingni obod qilish uchun qilgan xatti harakatlari, sarfi xarajatlari, himmatlari, g'ayratlarini, ajrini, savobini ko'paytirib bergan. Ular sen uchun bu dunyoda bir uyni obod qilib qurgan bo'lsalar, sen ular uchun jannatda har birlariga qasrlarni Alloh qurib bergan. Bularni qilgan harakatlari va xarajatlarini zarrasi ham qolmasdan barchasiga ajr savoblarni ko'plab olishlarida o'zing madadkor bo'lgan.
bu azizlarimizga o'xshash himmatli, g'ayratli mo'min musulmon bandalaringni sonlari, sifatlari ziyoda bo'lishini nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. Ushbu qo'l ko'tarib o'tirgan azizlarimizni oila a'zolari, bola chaqalari bilan tinch, omon, sog' salomat qilgin. Bemorlarimizga barchalariga shifoyi komil bergin. Musofiri borlarni musofirini hozir qilgin. Mushkuli borlarni mushkulini oson aylagin. Hojatmandlarni hojatini ravo aylagin. Farzand talablarga qo'sha farzandlarni bergin. Ilm talabdagilarga ilmul ladun, ilmi robboniy bergin. Imtihonlardan yaxshi o'tib, yaxshi o'qishlarni o'qib, ulug' insonlar bo'lib, vatanimizga, xalqimizga, dinimizga xizmat qiladigan bo'lishlarini nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. Barcha ishlarimizni o'ngidan keltirgin, oson qilgin, ravon qilgin. Kasb-kordagi, tijoratdagi, barcha hunardagi kishilarimizni mehnatlarini samarasi mo'l ko'l bo'lishini nasib etgin. Dasturxonlarini to'kin sochin qilgin, turmushlarini farovon qilgin. O'zlarini bergan ne'matlaringga shukr qilib, ibodatingda sobit qadam bo'lishlarini nasib etgin. Alloh, buyuk Ramazonning sharofatidan xalqimiz, vatanimiz, elimiz, yurtimiz hammamizni boshimizdan rahmatingni yog'dirgin, mag'firatingni yog'dirgin. Bu oyda ulug' ibodatlarni qilib, gunohlarimiz kechirilgan holda chiqishimizni nasib etgin. Yanagi Ramazonlarga sog' salomat, tinch, omon kelishimizda Parvardigor o'zing ta'minotchi bo'lgin va unda bundan ham yaxshi holatda ibodatlaringni ado qilishimizni nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. El yurtni tinch omon qilgin, aziz vatanimizni jannat makon qilgin, xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin, o'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.